Assalomu alaykum. Aka, mazangiz yaxshimi? Tinchmisiz? Charchaman. Odzuf olmoqchi edi, aka, mashina bo'yicha. Siz ham Cherry'da minarkansiz. Qanchadan beri minasiz aka buni? 2026 yanvar oyida oldik. 2020 salondan olib chiqdingiz ya'ni. Aka, bu mashina birinchi sizga kim maslahat berdi? Olishni. Siz Instagramingizda ko'rdim. Instagramda ko'rgansiz. Yo, yana birorta bir yaqinlayni. Baribir hozir brendlar ham ko'payib ketdi-ku. 7sidan minishadi. Ha. Keyin qo'shnimiz xuddi shuni 2025 versiyasidan minadi. Shu maqtada. Ha. Elektromobilga qiziqmadi. Nimaga ishonch bilan mana shu mashinani tanladingiz? Aka, endi baribir kichkina pulga olmagansiz. Nimaga ishonch bilan oldingiz aka bu mashinani? Motorini motor degandan keyin bo'ldi, boshqa savol. Ha, boshqa savol bo'lmadi. Zo'r, aka, olmoqchi bo'lganlarga maslahat berasizmi? Ha, yaxshi mashina. Bitta qilib aytganda funksiya, qaysi funksiya sizga yoqdi aka mashinani? Mashina ekonomiklik, yumshoqligi, keyin yetti o'rindiqligi o'yladim. Uzoqqa ham Toshkentga yaqinda chiqdim. Charchatmasak. Hadovoylari haqida o'zingizni anaqa mustaqil fikringiz. Chunki hozir ba'zi ustalar chiqarishdi-da video, yomon hadovoyi u bu deyishdi, o'shang o'zingiz fikringiz. Men shu 8 yil minib shuni ayta olayman. Menga yaxshi yumshoq hadovoyda muammo bo'lgan yo'q. Necha ming yutdingiz? Hozir 7000 qancha ham bo'ldi. Ikkinchi boy almashtirishga kelib qolibsiz-da. Hammasi 7 bo'lganda rasmga olaman deb qo'yganman. Mana aka, katta rahmat. Uzr vaqtingizni oldim. Rahmat aka.